Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Obunachilarim yaxshimisizlar? Xayrli kun barchangizga. Kunlaringiz yaxshi o'tyaptimi? Pillasi borlar, charchamayapsizlarmi? Mana bugun ikkinchi sutkamiz ketyapti. Hamma eslayapti yoshligini. Voy, siz yoshligim deyapti kimdir obunachilarimdan. Hammamiz ham pilla boqqanmiz, ko'pchiligimiz endi. Biz ham bolaligimizda pilla tishim chiqqani esimni tanibmanki, pilla boqib kelganmiz. Onam rahmatli olardi. Tinim bilmasdik u paytlari pilla qarash og'ir edi. Hozir juda oson-ku. Avvalgiga nisbatan nima 6 mahal, 7 mahallab barkayardi. Yana kamroq yeb qolsa baribir ustiga dori sepib, ishtaha ochadigan dori bo'lardi. O'shani sepib yana berardik. 5 ta uyga qo'yilsa, so'ri tokka qo'yilardi. So'rining ustiga qo'yilgandan keyin uni ustida pilla bo'lardi. Tagidan baribir olib borib berardi. Onamga onam rahmat stol ustiga chiqib olib, keyin o'shandan baribir olib berib turardi. Takdan bittamiz bir solardi. Bu bittamiz tashib turardi. Baribir bittamiz so'rining tagidan olib kelib berardi onam rahmatliga. Shunday qiynalib pilla qaraganmiz. Hozirgi pillalar oson-ku, juda qarash oson bo'lib qoldi hozir. Sharoitlar ham yaxshi-ku. O'sha taginiga pilla tushib ketaverardi, uni terib chiqardik. Qog'ozni yirtib chiqqandan keyin bilasizlarmi, qanday qiynalganmiz issiqlarda shunday. Tut yeb kel deb dadam har zamonda aytib qolsa, bayram edi bizga o'sha kuni. Voy tutishga chiqardi. Bir kuni shunaqa charchaganmiz, o'tinni maydalardik u paytlari. O'tinni hozir ham maydalaymiz mana. O'tinni maydalab, bog'lab joyiga qo'ygandan keyin choy ichardik. Choy ichib bo'lganimizdan keyin nima yana keyin bar solardik. Bar solib bo'lganimizdan keyin bir kun dadam shunday aytdi: "Boringlar tut yeb kelinglar" dedi. Shunaqa xursand bo'lib ketganmiz, bayramda endi bizga ko'chaga chiqib tut yeb kelamiz deb, tut yeb kelarkanmiz deb. Endi chiqayotgandik bir payt dadam: "To'xtanglar" dedi. "Ha, pillani tagiga terib chiqinglar, tez pilla tushibdi" dedi. Endi qo'yaveringda shunaqa jonimizdan o'tib ketgan charchoq uncha-munchalik emas. Dadamni gapi biz uchun qonun buyruq. Amriga qarshi umuman hattoki charchaganman dada deb aytishga ham o'zimizda jur'at topolmasdik u paytlar. Hozirgi bolalar aytadi, charchadik deydi jonidan. Sal o'tsin aytadi, og'ir mehnat qilmaydi hozirgi bolalar. Keyin shunday so'rining tagiga kirganman xo'p deb, pillani teryapman, shunaqa siqilib xo'rligim kelib yig'layapman. Bolaman endi u paytlar. 8 yoshmi, 9 yosh bo'lganmanmi. Yig'layapman. Allohimga nola qilyapman. Allohim bunday qiynalganimda jonimni ol, meni o'lgim kelyapti, meni jonimni ol deb nola qilib ovoz chiqarib yig'laganman. O'shani dadam eshitib qo'ygan tashqarida. Keyin bir payt "Aziza" dedi tashqaridan dadam ovozi. Hiqqa etib birdan o'chib qoldim, ovozim shunday o'chdi. Eshitib qo'ydi dadam meni hozir chaqirib uradi meni. Urishadi-ya, uradi dedimda qo'rqib. "Ha" dedim sekin. "Bu yoqqa chiq" dedi. Shunday qo'rqib chiqyapman, hozir chiqsam ho'l-chovuqdan yeyman deyapman. Aniq yeyman deb shunday chiqdimda, qaltirab oldiga "Ha" deb borsam, "Bor tut yeb kelinglar bolam" dedi. Yig'lab shunday quvonib xursand bo'lib chiqib ketganman tutga o'sha paytlarda. Ukalarim bilan, singillarim bilan chiqib yeb kelardik. Ham paxta chopib qilardik o'sha paytlar, gektarlab paxta chopardik. Bir o'zimizga 7 gektar, 8 gektar paxta olardik. Paxta chopib qilardik. Ham qiynalib pilla qarardik. O'tib ketdi hammasi, ortda qoldi. Mana u kunlar ham mana sog'inarkanmiz shu kunlarni ham. Ota-onamiz yo'q endi. Eslab o'tiramiz, yig'lab, sog'inib shu kunlarni. Hammangizga omad, charchamangizlar. Mana bugun pillamizni ikkinchi sutkasi ketyapti.